Foryob bilim yurti o'z kitobxonasi minglarcha yangi kitoblar bilan boyittirdi. O'sha orqali ilmiy hamda ta'limiy imkoniyatlarini ko'paytirdi. Bu muhim iqdom ushbu yuksak ta'limiy muassasaning ta'limi sifatini yuqorilash va yosh naslini ilmga bo'lgan qiziqishini orttirishiga bo'lgan ta'ahhudini ko'rsatadi. Mavlaviy Abdurroziq Shokir Foryob bilim yurtining umumiy raisi bildirdiki, bu kun 2700 jild yangi kitob ushbu bilim yurtining kitobxonasiga taqdim etildi. U aytishicha, bu kitoblar Oliy o'quv vazorati tomonidan 1 million afg'onaga yo'q mablag' sarflanishi bilan ta'min etilib va talabalar istifodasi uchun umumiy kitobxonada mavjud. Va bu kitoblar 8 fakulta uchun darsi manbalar o'z ichiga oladi va har kuni rasmiy vaqtlarda istifoda etiladi. Umumiy rais qo'shib aytdi, bu kitoblar ilmiy manbalarni boyitishda va talabalar ta'limi sathini yuqori olib borishiga muhim rol o'ynaydi. دلته د ولور زده کړو د وزارت لخوا Bu yerda Oliy bilim o'quv vazorati tomonidan 1 million afg'onida yaqin 2700 jild kitob Foryob bilim yurtining umumiy kitobxonasida olindi. Bu kitoblar Foryob bilim yurtining 8 fakultasi uchun ilmiy manbalarni o'z ichiga oladi. Shu asosda Foryob bilim yurtining kitobxonasida 17500 jild kitob mavjud bor. Shuningdek, ustod Hisomiddin To'yg'un Foryob bilim yurtining til va adabiyot fakultasining ustodi bu iqdomdan xursandligini bildirib aytadi, ilm manobalarini ko'paytirish ta'lim sifatini mustahkamlashda asosiy qadamdir. Bizlar talabalar uchun mutolaa va tahqiq va oson muhit yaratishiga harakat qilmoqdamiz. Kitobxona ijod etilishi, kitob o'qish bilan qiziqish haqiqatan bizning yurtimizda bu yillarda juda kam bo'lgan. Bunday bir sharoitda, bunday bir iqdomni kitobxonaga yordam bo'lishi, kitobxonada ijod etilishi, hech bo'lmasa 4 kishini shu yerga 4 ta manbani orttirilishi biz uchun unumlidir, juda foydali deb bilaman. Ilm yo'liga, bilim yo'liga, ma'rifat, donolik, donish yo'lida harakatlar ko'payishi kerak. Bunday bir harakatlarimizni olqishlaymiz va himoya etamiz. Hamda doktor Muhammad Ismoil Qayyum o'g'li huquq va siyosiy ulum fakultasining boshlig'i bu iqdomni qimmatli deb baholab aytdi. Bu kitoblar 36 rishtani o'z ichiga oladi va talabalar ilmi sathini diqqatga sazovor darajada taraqqilishiga yordam beradi. Yaqinan bir nihoda akademik ilmiga kitobxonani bo'lishligi ko'p muhimdir. Kitobxonaki kitoboy gunogun har rishtaga, har bo'limga xos o'ziga kitobi bo'lsa, talabalarni kelib kitobxonaga mutolaa qilishlik, o'z fikrini kengaytirish, darslariga omada olish va zimdan tahqiqot anjom berishlikka kitobxonani, kitobda ahamiyati juda ko'p. Xo'shbaxtona bu kun biz umumiy kitobxonaga qaror topganmiz. Bu kitobxonada minglarcha kitoblar va o'nlarcha sohalarga kitoblar bor va bugungi kunda muhassillarni eng muhim bo'lgan va mushkullari bugun hal bo'lib turibdi. Fantin Foryobga mana shu katta kitobxona umumiy bor. Kitobxona umumiga Foryob bilim yurti talabalari kelib bu yerga yaxshi osoyish bir joyda kitoblarni o'qib va mutolaa qilib tahqiqot anjom berishlariga hech bir qiyinchilik qolgani yo'q. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu majmua qo'shilgandan so'ng Foryob bilim yurtining kitobxonasidagi kitoblar soni taqriban 17500 jild kitobga yetadi. Bundan tashqari, o'tgan 1 yil davomida turli idoralardan 1100 dan ortiq kitob yig'ilib olinib, ustod va talabalar istifodasiga taqdim etilgan. Kulli natijada bu kabi iqdomlar Afg'oniston Islomiy Amirligi tomonidan oliy ta'limni rivojlantirish, ilmiy xudkifoga yetishish va bilimli mutaxassis naslini tarbiyalash yo'lida muhim qadam sifatida baholanmoqda.